Ishonishmas u dadasiga. Bitta uzuk olib bering desam, ikkita bilaguzuk qo'shib olib kelibdilar. Bopladimmi? Oshxonamizni mebelini tortmasi buzilgan ekan. Dadasi desam, butun uyimizni mebelini yap-yangi qilib berdilar. Maqtanish shunaqa bo'ladi. Xo'jayinim Markaz Toshkent loyihasidan bitta uy olgan ekanlar. Qo'shimchasiga yana 23 ta xona qo'shib berishibdi. Yo'q, bitta uyga qo'shimcha 23 ta xona? Bo'lishi mumkin emas. Markaz Toshkentda mumkin. Ishonmasanglar, barcha ma'lumotlarni guruhga tashlab qo'yganman. Markaz Toshkent. Tog'ning toza havosi, shahardan atigi 15 daqiqalik yo'l. Yangi Toshkent loyihasi yaqinida joylashgan yangi turar joy majmuasi. Markaz Toshkent loyihasida kutubxona, sport zal, stol tennisi va bilyard, spa, sauna, kinozal, karaoke, choyxona, kafe, mehmonxona va bolalar uchun maydonchalar ham mavjud. Va yana tabiat qo'ynida yugurish, suv bo'yida dam olish va restoranlarda maroqli vaqt o'tkazish imkoniyati ham bor. Muddatli to'lov shartlari ham bormikan? Albatta, boshlang'ich to'lov 70 million so'm. Keyin esa oyiga 7 million so'mdan pul to'lab, muddatli to'lov asosida Markaz Toshkentdan xonadon xarid qilishingiz mumkin. Bitta uyga qo'shimcha 23 ta xona. Bu faqat Markaz Toshkentda.